Orzuyingizda farzand bo'lib amalga oshirganimdan alhamdulillah Xudoga bersin. Rahmat bacham. Bo'ringga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Onajonimlarning orzularini amalga oshirishda men charchamay qadrdonlar. Hozir chiroyli gul oldim. Bu gulni sovg'a qilaman. Keyin yana surprizimiz davom etadi. Ona, bu gullardan siz chiroylisiz, ishoning. Oynana onaganamdan dimog'ingizda farzand sifatida ana shunday tirikligingizda. O tug'ilgan kun qitib bu vaqt bor edi-ku. Tug'ilgan kun emas bu. Bu har kun siz uchun tug'ilgan kun. Tirikligingizda qadringizga yetay onajonim. Sizlar iloji boricha onajonlaringizni, otajonlaringizni asranglar. Ona siz bu gullardan ham chiroyli. Abdullayeva, qaysi uy meniki deyiladi? 7-etaj. Qaysi tarafini bilmayman. Imara rezidensiz vaqtida onajon uylarini topshiribdi. Yuraydim Buxorodan uydi. Shukrlar ham nasib qildi. Xudoga shukr, bacham, rahmat. Ko'ramizmi uyingizda? Do'stlarimizda son qilsak, baraka topsin. Chay kunduz ishlab, sifatli qurib topshiribdi. Usta yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Meni kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasizlar akajon. Yoqimli ishtaha aka. Charchamanglar, mehnatlarda akajon. 50-uy besh kerak. Allohlar, onam bilanlarda o'zlarining uylari. Mana 50-uy, Xudo xolasa onajonimlar uylari, eshiklari ona eng sifatlilardan qo'yilgan. Xudo xolasa kalit bilan oching. Xudo xolasa vanna, to'ng'iz sanizlarni yo'qotib beraman. Aytganday Imara rezidens chiroyli qilib remont ham qildilar. Xudo xolasa ertaga nasib bo'lsa uyingizga ko'chsangiz, yangi O'zbekiston massivi onajon shunaqangi chiroyli bo'ladi o'lgurlar. Ana bu yerda Buxoro stadioni quriladi. Xudo xolasa erta dadamlar mana shu yerdan kofechani ichib, mana duo qilib futbol ko'radilar onajon. Keling. Ro'zimon bacham, ishlaringizga omad. Sizlarni ham shunday farzand katta qilibsizlar, farzandlaringizdan qaytsin. Xursandman, shunaqa kunlar kelishini kutmagandim, to'g'risi ham kutmagandim. Xursandchilik bilan yurgan kunlarimni eslayman. Sizlarni bachalaringizni katta qilay, ana shu o'qishlarga kirsin. Ana shu men qanday niyat qildim, sizlar ham farzandlaringizdan shunday niyatlaringiz amalga oshsin. Baxtli yashanglar bacham. Boshqasi hech narsasi kerak emas. Muborak bo'lsin uylaringiz, onaginam. Onajon, uy omad, qo'shni oldinglar-ku. Xudo xohlasa men o'zimni auditoriyamni, o'zimni podpischiklarimni bilaman. Xudo xohlasa birgalikda shular bilan qo'shni bo'lamiz. Nasib bo'lsa, Imara rezidens mustahkam poydevor, barqaror kelajak.